Uyg'urlarning siyosiy partiyasi yo'qmi? To'qqiztara nahiyyəsi hökumətinin məmuri orqanları joylashgan o'rin bo'lib qolmay, Uyg'urlar eng zish o'ltiraqlashgan mahallalar bo'lg'achqa, bu yerda ma'rif, savdo, tijorat xeyli burunlar taraqqiy qilgan. Nahiye bozori boshlang'ich, o'tira va to'liq o'tir maktablarning o'qituvchilarini asos qilgan holda, hukumatning har qaysi idoralarida ishlaydiganlar qo'shilib, Uyg'ur ziyolilari markazlik toplashgan joylardan hisoblanadi. Mana bugun nahiyelik hukumatning qonun sohasidagilarga selib bergan, qator-qator ketgan bir qavatlik oila uylarining birida Mehmetjonning uyida 20 ga yaqin Uyg'ur yoshlari to'plashib, Mehmetjonning to'y maslahatini qilayotmoqda. Mehmetjon 3 kun avval Gulbivini qochirib kelib, maktab mudiri Oysha xonimning uyiga o'rlashtirib qo'yib, Әдісла Ayşe xanım bilan idorasiga peshqadam bir ayolni Yamaturga avatgan edi. Qurban to'y bo'lsalar jamoatning quruq so'z cho'chikining besiqadiganligini o'ylab, tezroq to'y qilish talabini qo'ygan edi. Odatda shariat qoidalari bilan Uyg'ur urf-odatlari giralishib, udumga aylanib qolgan to'y rasmiyatlari, jumladan to'y vaqti, qizning to'yligi, nikahni kimning o'qiydiganligi qatorliqlar ikki tarafning ko'p qitimliq talash tortishlaridan keyin elchilar va yurt oqsoqollarining salasi yoki yarashtirishi bilan bekitilgan bo'lsa-mu, ammo qiz qochirilgandan keyin bo'lsa, bu ishlar bir oz osonga to'xtaydi. Bu ishlarni cho'nglar kelishib bo'lg'achqa, bugun Mehmetjonning uyida yoshlar rasmiyat shaklda maslahat choy, to'g'risi o'ltirish qilmoqda edi. Mehmetjon keng va ozoda mehmonxona uyida yumshoq ko'rpalarning ustida badashqan qurib o'ltirib, choy o'tkazadigan odatni buzib, Urumchida ko'rganlarini to'g'rab, idoraning ustal o'rindiqlarini kichkina uyga qator tizib, mehmonlarni ishxonada yig'inda o'ltirgandek o'ltirg'izib kutdi. Dastlab ko'nalmay hayron bo'lgan va bir muncha chaqchaq qilgan yoshlar birdamdala odatlanib qilishdi. Üstel üstüge tizilgan qan-gezak, gazır purçaqlarının o'rniga taxsilarda mezlik go'sh qo'rmalar kirganda, uylarda va tashqarida aymini baroq icholmaydigan, tamaka chekalmaydigan bolalar bo'yinlarini so'zishib, Sayibxon oshxona uydan patnusqa selib ilib chiqayotgan botulka bilan 2 romkaga havaslanib qarashdi. Romka 3-4 qitim aylangandan keyin yoshlar Sayibxonning talabi bo'yicha to'yni tartibli o'tkazish, yurt jamoat oldida adabli bo'lish, qiz ko'chirishda diqqat qilish qatorliq masalalarni biror quri maslahatlashib oldi. Hatto tasodifiy jidal majra chiqib qolsa, bir taraf qilish uchun bir necha bola soqchi formasini kiyib berish, yanada qurol elib olishlarni eskartishga ulgurdi. Qiyni qizib tangshilib qolgan bolalar chaqchaq qilishga boshladi. Ağaylar, biz sahraga qiz ko'chirgili baramdiq, odam tutqulimi? Sen belki ishing pishib qolsa, to'yning bahonasida shu yoqlardan 2-3 diqqatni tutib akilib, boshliqingdan mukofot olmamsan? Hey ağaylar, bu 3 yil soqchi bo'lib, chig'liq mozordan bir tal to'shqamni tutolmagan tursa, qandoq odam tutalaydi? Ko'rmadinglarmi, u kuni Yamaturda o'zi tutilib qilib tayoq yeganni? Ha ha ha. Hökumət mükafotini sana o'xshash radioda to'xtamay maqtaydigan taxsikashlarga beradi, bilamsan? Yelimi shukri og'aylar aramizdan begunoh odam tutadigan, odam chaqadigan, taxsikashlik qiladigan nomardlar chiqmadi. Mehmetjon chaqchaqlarni silliqlashtirib, temini yo'tkab, odati bo'yicha Urumchini maqtashga boshladi. Urumchidagi yoshlarni ko'radigan bo'lsanglar, lavullab turgan bir parcha o't. Nagili barsang, vatan millat dardida so'zlab turgan, hukumatning nohaqchilarini tanqidlab turgan. Urumchining jini chaplashibdi bu og'iniga. Ya o't kuyib kul bo'libla ketmabsan. Ha ha ha. To'xtab tura Mehmetjon, ular nemaga asoslanib shikoyat qildi ekan? Nega shikoyat qildi ekan? Talay yillardan beri qurolli qarshilik, oshkora hujum qilish, siyosatga qarshi chiqib so'zlashlar mag'lub bo'lavergandan keyin ular yo'ldan chiqma, xondan qo'rqma deydigan bir yo'lni tanlabdi. Markazdagi paloni boshliq mundaq dedi. Avtonomiya qonuni loyihasida mundaq deyilgan.
Lekin sizlar mundaq qilyapsizlar degandek mazmunda idorasiga boshliqiga bir daraja yuqori organga xat yozdi ekan. Gazet jurnallarga maqol yozdi ekan. Xalq qurultiyiga taklif sunadi ekan. Anglashimcha ko'p masalalar xalq qurultiyida muzokara tushganda bizning foydamizga hal bo'ldi ekan. Undaqda bizmo noyili xalq qurultiyini qo'ldan po'q kelmaydi deb zangliq qilmay, qonuniy yo'llar bilan masalalarni arz qilsak bo'lg'idaqku. Bizde mesele azmu ağinler. Nahimizin 80% ahalisi Uygurlar. Qarab beqinglar, Nailik partkomda 4 Xitay, 2 Uygur, 1 Qazaq bar. Yani kelip Uygur muavin sekretari hükümetke Uygur hakim bolgan bilen heyetler içide Xitay, Qazaq, Mongollarning sani Uygurdan köp. Kompartiya degan her millet xalqının partiyasi mu yoki Xitaylarning partiyasi mu? Bechara dehqonlar holiga qaranglar. Ötkende bir statistikaga qarab baxtım. Hazırqı g'alli paraq bosh seliq, 3 qaldırış, hashar seliq deganlar Gomindan vaqtidagidanmi eshib ketibdi. Japokash dehqonlarimiz targan ochliqining 3dan 1iga mu erisholmaydi. Qaramamsizlar, dehqonlarning hammasi shundaqmikin desam, Xitoylarning ahvoli o'xshamaydi ekan emasmi? Nahimizga ishlab chiqarish qurilish armiyasining poliklariga qaranglar, ot firmasi, olma firmasi, yog'och punketi, suv boshqarish idorasi degan nomlar bilan ko'chib kelgan Xitoylar hammasi suyi alvak, yeri mumbat, bog' o'rmonlarga joylashib oldi. Hammasi hukumatdan maosh olib ishlaydi. Bilamsizlar, har qaysi yezi kentlardan yer ajratib ko'chirib kelgan kelkundi Xitoylarga maxsus o'rinlashish puli berildi. Armiya tarafı köp iqtisod va haqsiz emgak kuchi yordam qilishga tashkillandi. Dehqon, chorvachi bilan bo'lsa hech kimning kori yo'q. Og'inlar, bu yerda o'ltirganlarning ko'pinchisi muallim ekanmiz. Masalaning eng og'iri ma'rif sohasida. Nemishqa Uyg'ur, Qozoq maktablarini ko'paytmaydi. 2 to'qtiq Xitoylarga birdamda 3 maktab qurib bo'ldi. Bultur avtonomiyadan, viloyatdan tushgan ma'rif yordam puliga naimiz ajratgan pulni qo'shib, Xitoy o'tir maktabining bino qurilishiga beribdi. Bir yig'inda butun naimizning ma'rifiga ajratilgan pul nemishqa bir maktabga ishlatildi deb fikr qilsak, harbiydan yangi kelgan sekretar Xitoy tab tortmasdan partkomning mablag'ni birlashtirib, nuqtaliq bir masalani hal qilish qarori bo'yicha ish qildik deb javob berdi. Nailik partkomdagi Uyg'ur qozoqlar po'q yeganmidi? Gap qolmay o'ltirishib. Ha, albatta Xitoyning po'qini yeganda u nimalar? Shunga Xitoylar tanlab nalarni akilib olgan g'olchalar ular Rahmonovdek esil odamlarni birdamdila badnamni ortib tutib ketadi yoki do'nga yiqitib huquqdan yiroqlashtirib etadi. Og'illar, bu yerda quruq gap qilganning foydasi yo'q. Ishchivilib qaynavermanglar. Bayatın beri haraqmı içmey, tamakımı çekmey, geplerini anlap olturgan qari laqamlik eğir besiq Şükrullah gepga arlaşdı. Qur'an Kerim'de yurtni yatlar besib olganlar uchun jihadning farz ekanligi haqida oyat bor. Jihad bir qancha bosqichga bo'lindi. Uning so'zini yana bir kesdi. To'xtab tur, Shukri. Unimi bunimi deymiz. Ozodlik kurash tariximizga nazar tashlasak, mayli tashqi sabablarni deyli, mayli ishki tabriqchiliklarni deyli, ish qilib hozirgacha iymon, e'tiqodga sodiq, vatan sevgisida otashdek yongan, millat uchun jon pido qila oladigan nurg'un yetakchilarimiz chiqqan bo'lsa-mu, lekin ularni to'g'ri nishon va tavranmas nizam bilan birlikka keltira oladigan bir siyosiy partiya bo'lmadi. Bo'ldi, naq gapni qilding og'ina. Haraqning kaypida yuzlari qizargan bir necha bola boshlarini lang'ishtirib uning gapini tasdiqladi. Bir-birini ko'rganda dard ahvolishib, ancha-muncha shikoyat qilishib, ichini bo'shtib, odatlanib qolgan bolalar haraqning kaypida texnik jasoratlanib, o'zlarini unutgan holda vatanni qandoq ozod qilishdek muqaddas mazmunlarda qaynab so'zlayotgan shu paytda yondagi qo'shni uyda Gomindang davridan tortib tarjimonlik qilib yeshi bir yerga berib qolgan bo'lsa-mu, hukumatga ko'janlik tamasida g'olchilik qilib yurgan bir kishi qulqini tamg'a yiqib, ularning so'zlarini o'g'irliqcha tingshimoqda edi. Jigiri bor yigit. To'y kuni atdiganda Noya bozorida yigit tarafga
Yamaturda qiz tarafga osh tartildi. Qurbonning yuz obro'yiga yarasha 4 tarafdan kelgan mehmonlarning oyog'i uzilmadi. U har bir mahalliga birdan o'g'loq tashlab berdi. Kun qayrilganda Noya bozorining 20 dak dishli harvida ayol yosh qayri bo'lib 70-80 kishi qiz ko'chirish uchun Gulbuvinimi elib Yamaturga yetib keldi. Qudular va yigitlarni an'anaviy qoida bo'yicha mahalning yigit beshi bosh bo'lib 30 o'g'il kutib oldi. Noyadan kelgan yigitlarning beshi mahalliga kirish eg'izidagi ko'k shalparda to'silgan ko'rik beshida otdan tushib adab bilan salom beja keltirdi. Qiz taraf 30 o'g'ilga otag'anlarni 2 yoshlik mo'zay, 4 yoshlik qo'shqar, 10 guruch degandek shovg'larni topshirdi. Qiz taraf yigit beshi 30 o'g'il bilan muzakarlashgandan keyin yo'lni ichib, ularning mahalliga kirishga ijozat berdi. Hamda sazanlarning hay yo'lan naqsi sadosi ichida jamoat ayollar, yoshlarni ayrim uylarga o'rlashtirdi. Yigitlar harva ot uloqlarni o'tkazib olib yerlashtirdi. Otlarga bo'g'iz berdi. Nikohdan keyin tamoq tartilib, mehmonlarning yarishig'iga munosib sovg'alar hadya qilindi. Orqadan dudlar, tambur, g'ijak, dopning tankashligida nag'ma-navo boshlandi. Mahalla aqsoqollarining va qurbonning duosidan keyin qiz ko'chirildi. Bozorning yigitlari qizni qizil gilamga o'ltirg'izib, ko'tirib chiqib, o'ylining oldidagi saynada yiqilgan gulxandan 3 qitim cho'giltib, bezalgan kelin harusiga o'ltirg'izdi. Kuyug'ul bilan bozorlik yigitlarning beshi mahalning oyiqigacha uzitib kelgan 30 o'g'ilga ta'zim beja keltirib, xo'shlashib rasmiy yo'lga chiqdi. Qiz ko'chirib mangan jamoat qizni jidal majrasiz sog'-salomat elib manganiga shukr qilib, shodlik ichida duttar tamburlarni sayirtib, yerim yo'lga kelganda o'g'liqini Yamanturlik yigitlarga tarqizib qo'yib, alam bilan qaytib ketayotgan Mo'yin Guzar mahallasining yigitlariga yo'liqib qoldi. Haraqning kaypimi yoki ichi yomon deydigan deydaychilarning kuch ko'rtishimi va yoki Gulbuviga ko'zi tushib ormonda qolgan birat chidamasning qasdimi ish qilib qo'shni mahalla yigitlari to'y karvonining yo'lini to'sdi. Kuyug'ul salom bersin. To'ychilar bizning mahallani besib o'tib kelsa, sat turmamdi. Qiz o'xshashlar bizning qizimiz, bugun mahallada kutib olamiz. Agar aldirsanglar 30 o'g'ilning rizqini tashlab ketinglar. Qo'y, haraq bo'lmasa, pulni tashlanglar. Har kim og'ziga kelganini deb yo'lsiz talablarni yog'dirverdi. Bozorlik yigitlar albatta bularning ko'p qismi nahiya amaldorlarining bolalari, nahiyadagi idoralarning kadrlari edi. Xo'rliqqa chidamay chopan silib chiqishdi. Dastlab novchilar, keyin chidamaslarmi oralashib bir maydon qiqa suralik jang bo'ldi. Mushlash oxirida ot ustida qamchilashga aylandi. Pang, tuyuqsiz osmonni titirtib etilgan 3 pay o'q hammani tamtirtib joyida to'xtatdi. Odam urgan qotillar qonun to'ridan qichib qutulolmaydi. Kim odam uradi ekan, shu hisob berdi. Saqchi kiyimi kiygan bir yigit ot ustida turib, qapqarab turadigan tapanchasining setvolni osmonga qaratib, hayvi bilan tovladi. O'q ovozining unumi bo'ldi. Hamma bir pas jimjitlik cho'mdi. Qarindoshlar, biz hammamiz musulmon, hammamiz Uyg'ur. Qachongacha arzimas jedallar bilan yotlarga o'yin qo'yib beramiz? Boshqalarning bizni tutib, so'lab, urib qiynayotganlari yetmamdi. O'q ovozining keyingi jimjitlik ichida Mehmetjonning ovozi ko'kni yerib jarangladi. Mehmetjonning so'zini anglab, bir mahal nima qilarni bilmay tangirqab turib qolgan yoshlar uning keyniga oq arg'amoq ustida surli qiyofatda qarab turgan Mahmud domollamni ko'rib, hijolat orlash yerga qarashdi. Jamoat bilan oldida ketayotgan domollam jidalni anglab keyniga yenib otliq chepib kelgan edi. Muhammadjon o'g'lim to'g'ri deydi, bolalarım. Mahmud domollam yuqori ovozda ularga qarab xitob qildi. Nomus qilishni o'rganayli, qarindoshlarim. Ajdodlarimizning esil axloqiy fazilatlari nega ketdi? Biz bir-birimizni urib jidal qilsak, boshqalar tomosha ko'radi emasmi?
Mötəbər ustazımız Abduqadir Abduvaris Qashqari damullam bir millatning zabun va xor bo'lmaqi biri johillik va nodonlikdan, yana biri tafriqa va ixtilofdan keladi. İzzat obro'y va kuch, bilim, ma'rifat va ittifoqlikdan keldi degan edi. Biz inoq, ittifoq bo'lsak, hech kim bizni bo'za qila olmaydi. Atrofga qarab yiqinglar. Jidal qilayotgan 50-60 nafar navqiron Uyg'ur yosh yomon turdan, Mo'yin Guzardan, bozorliq yezdan kelganlar. Sizlar hammalar Uyg'urning bolalari. Sodiq Bug'ra qog'onning avlodlari, Sodir Palvonning avlodlari. Sizlar bir-biringlarga mush atsanglar, kimlar kuladi, kimlar yig'laydi. Qarab yiqinglar. Damollam keyniga burilib, tosh yo'l ustida to'xtab turgan avtomobil avtobuslarga qaradi. Haqiqatan ikki simtanab to'riga yiroqlikdagi tosh yo'ldan o'tib ketayotgan avtobuslar yo'l bo'yida to'xtab, ko'k chopon, seriq lati shapka kiyib olgan shoför va yo'lovchilar hammasi qaqoqlashib kulishgan peti tomosha ko'ryotdi. Yigitlar xijolatda yerga qarashdi. Bir munchilarning og'zi, burni qon, ikki tarafdan bo'lib, tayoq zarbasidan va ot tasvitib oyoqi mijilgan 7-8 yigit yerda yotadi. Keyninglar qaytinglar. Mo'yin Guzar mahallasiga yigitlarga bosh bo'lib jidalga kirgan beslik bir bola tarafdorlarga qarab vaqirgandan keyin asta minib Damullamning oldiga keldi va so'zini davom qildi. Bizni kechirsizlar Damullam, nodonlik qilib qo'yibdik. Ko'pchilikdan to'y qilgan yigitdan abu so'raymiz. Tavayimizda ikkinchi bundaq bir parakandichilik yo'l qo'ymaymiz. Ular yoradorlarni yo'lashtirib, birmuncha huzur xalqlar bilan mahallasiga qaytdi. To'y harbilari bovay, mo'may, qiz cho'kan deganda ko'pchilikni elib xeyli uzab ketgan edi. Bozorliq to'ychilarmi mengishga tamshaldi. Ular son jihatdan oz bo'lib qolmay, jidalning o'tirsiga kelganda qiz tarafdan ketayotgan yigitlarning tuyuqsiz yuz o'rib, qo'shni mahaldagilarga bo'lishib, taraf tartishish natijasida ko'proq tayoq yeb, ziyon tortgan edi. Ularmi voyjallayotganlarni yo'lashtirib, ot harbilarga ortib mangdi. To'y jamoati bilan billa noyiga qiz ko'chirib ketayotgan yomon turliq yigitlar bo'lsa, joyida to'xtab qoldi va maslahatlashib, noyiga berishdan voz kechdi. Bir munchilari saloq qilishgan bo'lsa-mu, Damullam ularning qarorini to'g'ri topdi. Aslida jidal boshlanganda noyidan kelganlar bilan qiz taraf yigitlar birlikda yo'l to'sigan qo'shni mahalla yigitlariga qarshi mush atgan edi. Qo'shni mahallaning bolalari oz kelib, ko'proq yiqilayotgan bir paytda bozorga kelgan bolalardan birisi o'llik vaqirab, "Ura, toza sol, sahroliq to'mpaylarga madaniyatlik mushning ta'mini obda tetitib qo'yayli" deginicha belidagi harbiy kamirini sug'urib chiqarib, oldidagi jivak bir bolni g'ulashlab urishga boshladi. "Nima deyapsan? Hey, latig'lab, ota buvangning adab qamchisining ta'mini senmi tetib baq. Boyatdan piqirab yurish, mush etib bozorliq bolalarni qo'g'dayotgan Mejit bu gapni anglab ochiqida birla o'rilib, kamar tutgan bolaga qamchi soldi. Shuning bilan yomon turliq bolalar bir do'malabla shahar bolalarga, to'g'risi yigit tarafga qarshi turishga boshladi. Mejitning bu ochiqiga diqqat qiyni singan g'ururi yo'l qo'ymadimi yoki o'tganda bozorliq bolalardan yegan tayoqning yarisi qo'zg'aldimi bilgili bo'lmadi. Bu ahvolda ularning qorong'u tushay deganda bozorga kirishi faqatla kechilik 3 ilish jediliga sabab bo'lib qoladi. Bozordagi to'ydan yoltaygan yigitlar keyniga qaytish qoldirmadi. Ularning orasidagi yoshroq bolalar tosh yo'l bo'yida qarab turgan Xitoylarga og'zini buzib vaqirgancha necha parcha toshni g'ulashlab etibdi. Ular hodiqib, oldirishib avtomobillarga chiqib tikvatdi. Ko'pchilik bu tomoshaga kulguncha qo'polmay qolgan og'aylarning yeniga kelib cho'radab o'ltirib tamaka o'rashga boshladi. Orasidan birisi savol so'rdi. "Voy og'aylar, diqqat qildinglarmi? Kuyug'ul Mamatjon qanday qilib bu jidalga kirib ketdi?" To'xtab turgana rost. Bu Mamatjon zodi kim taraf bo'lib so'qishdi, bilolmay qoldim-ku. Men zan silib qarab turdim. U dastlab jidalni besiqtirmoqchi bo'lib, uningga buningga so'zlab baqdi. Ahmaqandan keyin kim mush assa berib shuni to'sib baqdi.
Umu bo'lmagandan keyin kim bekrak jidal qilsa, berib shuni bir mush bilan mullaq atqizib yiqitib turdi. To'g'risi hech bir tarafga yon bosmadi. Ammo mushining xeyli to'ri bor ekan-jumu, xuddi Qurbon kamdek oxiri jidalni bir ig'iz gepi bilan to'xtatdi. Demedimmi, kuyug'ilni jini bor erkak, jigiri bor yigitgan deb, hammasi tushma-tushdan Mehmetjonni maqtab ketishdi. Sotdagi g'alabiyat. To'yning hordig'i chiqmayla, Qisir Engizning egalari ochiq sotqa chaqirtildi. Ular dastlab bozorliq yigitlar uruy darmikin deb qo'rqishgan bo'lsa-mu, ammo jonijon manfaatlarining mehri ularni noyaga ilib bordi. Bular sot maydoniga kiribla kinolardagidek surlik ko'rinishlardan qo'rinib, eshik oldida turib qoldi. Kelinglar og'inlar, bu yoqqa birga o'tiramiz. Hokimning ovozi ularning xudini yig'ilishiga asqatdi. Ular asta ayminib o'tirdi. Qurbon hokimning qishida o'tirdi. Sud boshlandi. Qiziqish. Hamma yerda to'rida o'tirgan hokim, sekretarlar bu yerda omma orasida o'tiradi. Hayvatlik sud kiyimini kiygan sudchi o'tirida yana bir nechisi uning ikki tarafida o'tirishdi. Advokat degan taxta qo'yilgan yondagi ustalda Mehmetjon qapig'ini turgunicha bir muncha materiallarni varaqlab ko'rib o'tiradi. Ish chataq bo'ldi deb o'yladi mechit ichida. Mehmetjon bar ochiqini biraqla chiqarib oldigan bo'ldi-da, u advokat deganimi o'xshashlar so'roqchilar deb tushunadi. Haq talab da'vosi boshlandi. Qarshi tarafning advokati dastlabida sudni Xitoy tilida ilib berishni talab qildi. Mehmetjon kulib turib, siz degan hukumat qurilish organining advokati. Sizning hukumatingiz chiqargan qonunda da'vogarlar o'z til, yeziqida da'vo qilish, sud qilish ishlariga qatnashadi deb aniq yozilgan. Bu qonunga siz o'zingiz rioya qilmasangiz, fuqarolardan nimani kutmoqchimiz? deb uning og'zini tuvoqlab qo'ydi. Ikki tarafning da'vo, shikoyat, qoralash, oqlash nutqlari o'qib o'tildi. Nurg'un so'zlar, talashlardan keyin da'vogar dehqonlar da'vodan bir muncha to'lamga javobgar o'ringa tushib qoldi. Qurilish maydonida 2,5 kun ish to'xtatib qo'ydi. Ziyonni to'lasin, bir dona traktorni kartdan chiqarib etdi, to'lasin. Armiyalarni haqoratladi, javobgarlik tortilsin degandek bir muncha qalpoqlar orqa-orqadan uchib kelib, ularning beshiga qo'nishga boshladi. Apla, o'tirib etamdiq nima? Qurbonmi umidsizlanishga boshladi. Mehmetjonga so'z berildi. U to'liq bir soat so'zladi. Orada ko'pchilik hayajon ichida bir necha qatim chavoq chelib, uni ilhomlantirdi. U dehqonning halol manfaati daxli taruzga uchirganligi haqida so'zlaganda hatto hokimning ko'zlari namlandi. Mehmetjon ostin-ustin bo'lib ketayotgan haq-naqning tarasini birdamda tuzlab qo'ydi. Da'vogar dehqonlar hayron qoldi. Mehmetjon ularni o'zlari his qila olmagan, ifodalab berolmaydigan, hatto bilmaydigan taraflarni oqlab himoya qilmoqda edi. So'ch epandim, dunyoda hozirgacha qonun bilan vijdon haqiqat tarasida tirkishib kelyapti. Tarazini tutqanlar adolat bilan hukm qilish o'rniga tarazini tutqanlarning ko'ziga qarab to'n pichyapti. Bo'libmi bizga o'xshash davlatlar asosiy qonunida, avtonomiya qonunida, jinoiy ishlar qonunida, shuningdek haq talab da'vo qonunlarida modda aniq belgilamalарni chiqarib qo'yib, ijro qilgan chog'da qonunga emas, amaldorning chiroyiga qarab hukm chiqaryapmiz. Bo'libmi, hukumat organlari bilan yerlik kollektivning amaldor bilan fuqaroning manfaati to'qnashganda amaldorlar da'voga aralashsa, neri tur deyolmaymiz. Amaldorlar yo'l yo'riq bersa, qo'limizda qonun bor, sen aralashma deyolmaymiz. Bundaq ahvolda qandaqmi qonunning adolatidan so'z ochqili bo'lsin? Qisir Engiz da'vosidagi nohaqchiliklarni hukumat organlari qonuni oyoq osti qilgan jinoiy paktlarni, yerlik amaldorlarning yo'lsiz zo'ravonliklarini, davlatning siyosat belgilamalarini qayirib qo'yib, xalqni qaqti so'qti qilgan, bo'zaq qilgan, iqtisodiy ziyon solgan qilmishlarni yuqorida bir so'zlab o'tdim. Bu yerda yolg'iz haq talab masalasi emas, davlatning qonunini oyoq osti qilgan qatma-qat jinoyat shakllandi. Adolat maydonida turib, qonun bo'yicha hukm qilishingizni so'rayman. So'chi atrofidagi yordamchilari bilan bir hazam maslahatlashib,
muzokaralashib olgandan keyin hukm e'lon qildi. Qurilish o'rni dehqonlarga 8400 yuan to'lam to'laydi. Kimlarningdir og'zi imchaydi. Noyini Xitoy sekretari ko'zoynagini ilib sotchiga qarab, hayron qolgandek tikilib chekchaydi. Qurilish o'rnining amaldorlari o'ngib tatirib o'rnidan turdi-da, advokatga olib tarjimonni silkishlab, g'uding shingcha bir nimalarni deb oldirab zaldan chiqib ketdi. Zalda bo'lsa dehqonlarning g'olibiyat tantanasi yangradi. Dehqonlar hayajon ichida o'zlarini bosolmay ko'z ishi qilmoqda edi. Hamma Muhammadjonni o'rib olib, uningga tashakkur etmoqda. Og'aynilar, pulimizni olsak, Muhammadjon inimizga tuzukroq odamgarchilik qilib qo'yayli-jumu? Rost shunday qilayli. Menmi semiz qo'ydim, birini atab qo'ydim. Tugamas mojarolar. Odamning ko'zi quyoshga o'xshaydi. Balliq davridagi sodda o'ynoq ko'zlar umid bilan chaqnab chiqqan tong quyoshiga, navqiron fasldagi o'tkir o'tliq ko'zlar harorat yog'dirib turadigan tush quyoshiga, mo'ysbit chog'dagi umidsiz xunoq ko'zlar bo'lsa qiymagan holda petib ketayotgan gugum quyoshga o'xshash, faqat umumliq nuqtai nazardan aytganda shundoq. Inson ruhiga nisbatan jazm qilish kerakki, ko'z xushallik bilan xafalikning, g'olibiyat bilan mag'lubiyatning, baxt bilan baxtsizlikning o'lcham belgisi. Kishi ko'nglini eng yorqin ko'rsatib beradigan aynak. Mana yoshlik payzini surayotgan masjidning qo'yiq qoshlari ostida poqrab turgan qapqara ko'zlari cho'nqur xiyollar dengizidan chiqolmaydigan Yusuf baxshining nashkaypida yumilib yo'qib ketadigandak qisiq ko'zlari. Besh balning va eshkining qo'rsig'idan boshqa g'emi yo'q. Beg'am Qosim yog'ochning sansiz qo'riqlar orasida chimildab turgan gazir ko'zlari bugun boshqacha nur yog'dirib o'ynab turadi. Har kuni talay g'am qayg'u yukini ortib, lumshib ketayotgan to'gilar karvonining eg'ir eqiyotgan ili daryosi bugun ularning ko'ziga nemishqidir shodlik bilan o'ynaqshib yugurayotgan kichik bolalardek sho'x va issiq ko'rinishga. Uning ansizlik bilan chachirab chiqadigan va qirg'oqqa o'zini zarda bilan uradigan surlik to'lqinlarmi go'yo xushchaqchaq go'zal qizlarning so'yginiga chechiyotgan suv tomchilardek ko'rinishga boshladi. Ularning ko'zlaridan xushallikning nuri jilva qiladi. Boshqalar kulib teliqib qolgan chaqchaqlarga aran meqida kulimsirab qo'ydigan Qosim yog'och bugun arzimagan so'zlarga qaqoqlab kulyotdi. U daryoga tikilguncha so'z boshladi. Ağaylar, Qurban yana 1 soatdan keyin pulni ilib keladi. O'ylasam yer islohoti, kooperatsiya dedik, 5ga qarshi, 3ga qarshi dedik, kommuna cho'ng sakrab ilgirlash dedik, oxiri sotsialistik tarbiya, madaniyat inqilobi dedik. Ish qilib uni buni deb umrimiz ketibdi. Mana mushu kungacha birer ming qo'y pulni qulluqidan tutib sanab boqmabdiman-jimu. Xudo buyursa, endi sharxishitib xajlaydigan vaqti kelgan o'xshaydi. Men sanab baqqan, har qitimda necha bog'lam pulni sanab ketatdim. Yusuf baxshi hijib so'zladi. Ha, sen har bir panakda bir bog'lamdan pul sanab xiyol qilib o'ginib ketdingda. Bechora Qurban bizni deb ko'p jafo chekdi-jumu. Xudoyim shuning baxtini bersin. Ha, toza berdi Xudoyim. Qizi qaşqan kuni tayoqni michi degan edi, to'y kuni hammamiz yedik emasmi? Tushga yaqin Qurban sotdan hukm qilib bergan to'lam pulni olg'il ketgan edi. Qolganlar uylarga berib kutishga taqati chidamay, etiz beshida yo'l bo'yidala uni kutib o'ltirib, hafta ilgari bo'lib o'tgan to'yni, to'ydagi mushlash, jadalni aslab kulki qilishdi. Qaranglar, Qurban keldi. Hammasining ko'zi Qurbanda emas, Qurbanning ostidagi to'r yo'rg'a otning g'anjosiga bog'liqliq sumkada edi. Ularning boshlari sumkaga moslashib, ritmli silkinib midirlamoqda edi. G'anjoqda lappangshib turgan eg'ir sumka mana men pul deb to'mpib turadi. Qurban otdan tushganida hammasi tangla bismillah devatdi. Qurban cho'llik ustida oldirmay chozi qurib o'ltirib olgandan keyin sumkani echib 8-9 bo'loq pulni chiqarib o'tirib qo'ydi. Tova Qurban hamrohlarga asta-asta sapsilib hayron qoldi. Bular hammasi bir-birini taniydigandek emas. Bular xuddi navkada o'ltirib, dattikamga tashlangan 4 o'shiqning qandoq tushganligini kuzatayotgan qimovozlardek.
oldiga tushgan o'ljini bulashqa tayyor turgan osh bo'rilardek edi. Shu minutda necha insonning chiroyi o'zgardi, xarakteri o'zgardi. Ko'zlaridan bo'lsa nima maqsadda ekanligini bilgili bo'lmaydigan, rangini ayirish tez bo'lgan bir xil o't chaqnamoqda edi. Qurbon shu ko'zlardan nimalarnidir izlashga tirishadi. Ularning har birining yoshirin qalbiga qo'l selib beqishni orzu qilib, sinchi ko'zlarini ularga tikdi. Mechit shu topda xiyollar ilkida mas edi. Ah, pul deydi u ichida o'ziga. Sening mangmu hamroh bo'lgan chaqlaring bo'ldi ekan-a? Sen bo'lganingda bechora onam vaqtsiz o'lib ketmaydi. Seningdan bir tutam bersam doktorlar onamni davolab saqaytib olgan bo'ladi. Sen bo'lgan bo'lsang 30 yoshimgacha o'yinolmay bo'ytaq yurmagan bo'lardim. Xap seni. Qosim yog'ochning ko'zlari qetib qolgan edi. Ostinqi inki ixtiyorsiz titraydi. Mana endi ishim o'ng bo'lgan bo'ldi. Qeni xotinimning voy qalandarning balasi ömrümde bir yillik hovliqingni ko'midim, mangchiq uydan degini bir anglab baqaychu. Hey ballarimiz-a, bugun meni beshida ko'tarib o'yintadigan bo'ldi-da. Xap, eshkimga yep-yangi bir to'qim setib olmasam, uning xiyoli to'liq oddiy edi. Har holda o'z nesirisining yuzdan biridan rozi ekanligi chiroyidan chiqib turadi. Hey, mushu pulning jimisi mening bo'lgan bo'lsa, Yusuf baxshining neydi buzilgan edi. Tağ arkasıga ötüp atның beshidek 10 kallak neşe qilib olgan bo'lsam, bir yil satsam 10 domalaydı da, bir uyur yilqa qilib olatdim. Hey, pulni olg'ili men borgan bo'lsamchu, shu tapda shundaq bir oyat bo'lsidi, suh desam hammasi tangla. Abakning yurki Qurbonga ayon. U tehi oqshomlar Qurbonning uyiga kirib, Qurbonga qancha bersang biz rozi. Bergan pulingni nimaga ishlasam bo'la deb maslahatni so'rgan edi. Qurbon o'zining tegishligiga ximiyaviy o'g'it va saqliq qo'y oldiganligini aytgan edi. Bo'ldi qilisha oshko'zlar. Ko'zinglarmi to'yg'andu? Qurbon hammasini sherin xiyol uyqusidan uyg'otdi. Qani gap qilinglar, qandoq bo'lishimiz? Ular yana shok bo'lishdi. Har kallada bir xiyol, bir plan. Shu Qurbon, o'zing bizning beshimiz. Sen bir nima degin? Meningcha qopchoqmitan degandek tangmi-tang bo'lsak qandoq? Men Qurbonkamning berganiga rozi, illa bilag'ingshmayman. Hammanglar bilasizlar, mening terilg'im eng ko'p. Meningcha yerga qarab taqsim qilsak. Yo'q, Xudo oldida haq bo'lamiz desak, hammamizning uyimizga jon soniga qarab taqsim qilsak bo'lamdikin. Nimishqa? Mijit savol bilan Yusuf baxshining so'zini bildi. Bu gapcha qurut qo'ng'izdek jamoatingni sanab, hamma pulni ep ketay debsanda? Shu emasmi? Hukumatmi pul bersa jon soniga qarab beradi-ku, bir yeri adil bo'lmasa. Sen cho'churdek bolalarni desmay qilib, hukumatdan qutqizish olganingni buningga o'xshatma. Nima deyting? Qandaqli hisoblama, men eng ko'p olaman. Birinchidan balam ko'p, qiyinchiligim ig'ir. Ikkinchidan masjid ishlari bilan jamoatga ko'p miqdor chiqimdor bo'laman. Uchinchidan tog'da mol chorvam yo'q. To'rtinchidan hosul beradigan ziroatim jiq demamsan? Sen nima qilib berganingga olsan? Shurgida bir kecha yetib tayoq yeganiga pul olamding. Sening ishing hech qanday ziyonga uchirmadi-ku, pulni ziyonga bergan. Anangni zangi baxshi Mijit chidamay o'rnidan sakrab turib, Yusufning yoqasiga sildi. Qo'rqqan avval mush ko'tarar degandek, Yusuf qo'li bilan uning tumshug'iga birini qo'ydi. Mijit qo'l zarbasidan uning yoqasini qo'yib berib, g'ulachlab bir mush otdi. Tuqqanchilik, qarindoshchilik, og'indarchilik aralashib ketgan bu 5 oila qaysiga yon besishni bilmaydi. Tapdan chiqqan bandisiga Alloh o'zi insof bermasa, Qurbon qaqaqlab kulib ularni to'xtatdi va so'zini davom qildi. Hoy ahmoqlar, mavu qog'ozni ko'ringlar. Bu pul o'zi taqsim qiliqliq tursa, biz da'vo qilganda kimning qancha mo'r yeri ziyonga uchraganligi, har mo'ga qancha o'to'lam to'lishi kerakligini aniq aytgan. Sud shu bo'yicha to'litib bergan tursa, yana nimani talishsizlar? Mushu hukumat mushu yerlarla bo'ldi ekan, sallallar bo'lishdi ekansan. Ili daryosining suyi va do'lqinlari tugmagandek, bu yurtda jidal tugmaydigan o'xshaydi-ku.
4 nafar dehqon yukinib o'tirib, o'ziga bo'lib berilgan pullarni beshini ko'tarmay sanashga boshladi. Qurban pul silingan xaltini yerga tashlab qo'yib, o'rnidan turdi-da, uzoq-uzoqlarga, Tangri teg'ining oppoq cho'qqilariga, qorg'ayliq cheksiz tog' tizmalariga, ilan bag'ri so'zilib yotgan daryo iqiniga, oltin rangida sarg'ayib turgan vodilarga nazar tashlab, cho'nqur xiyolga g'arq bo'ldi. Ah, vafosiz dunyo. Bir turkum insonlar qo'lidagi pulning qudrati bilan dunyoni o'ngtay-to'ngtay qilib etadigan kuchga ega bo'ldi ekan. Haqiqatning yuziga yolg'onning rangini berib, oqni qora, qorni oq qilib etalaydigan. Boyliq, pul uchun ko'zi qizargan oshko'zlar hur hayotga talpinganlarni aldab, qo'rqitib, o'zlarining bulangchiligini rahimdil qutqizg'uchi pardasi bilan pardazlaydigan. Ana shu pulning kuchi bilan haqiqat deb to'g'ilganning og'zini to'qlay oladigan, hatto gunohkor qilib qo'ya oladigan. Yana bir turkum insonlar hayot qaynamlarda shuhrat tepish uchun pulning quli bo'lib, o'zini dafsanda qilib yashaydigan. Pul uchun jinini do'g'a otadiganlar, vijdonini sotadiganlar, el yurtini qurbon qildiganlar har do'qmishda uchrab turdigan. Bularning hammasi Allohning u dunyoda emas, bu dunyodami hisob oldiganligini bilmamdikina. Ah, ma'nosiz hayot. Ani puldan boyliqdan, hatto hayotidan voz kechgan vatan, millat deb ko'krak kerib chiqqan talay o'g'lonlar shahid ketdi. Turmalarda mahbuslar aylandi, g'olchilikdan nomus his qilganlar vatanni tashlab hijrat yo'lini otoladi. Yana bir muncha g'am yemaslar, qo'rsoq baxtalar, vijdonini, mas'uliyatini unutganlar ana shu pulning tirikchiligining g'amini tirik murdadek yashab yurmoqda. Men xalqimga nima qilib berdim? Allohning farzini, payg'ambarimizning sunnatini, vatanning qarzini, millatimning arzini, yurtimning dardini ado qila oldimmi? Komandir Abdurahmonov qonliq janglarda qahramonlik ko'rsatgan botir edi. Xitoy bosmachilarga qarshi kurashlarda aqlli yetakchi edi. Millatining manfaatini qo'g'dashda tadbirli kadr edi. Xitoyning qo'l ostida ishlabmi, qonuniy yo'llardan foydalanib, xalqni qo'g'dab, xalqni ozodlik uchun tashkillagan fidokor rahbar edi. U nom-obro'y, hashamatlik turmush, harom boylik bilan boyashat yashashdan voz kechib, Xitoy zindonlarida yetishni afzal ko'rdi. Menchu voy Qurbanka, Nayning muhim bir hujjatini akelgan edim. Hozirli ilib olamsan? Yiroqda ot ustida turib vaqirgan yezliq hukumat pochta xodimi Rahmonning unining bericha vaqirgan ovozi tegiyuq chigish xiyol daryosida qirg'oqqa chiqolmay qiynalayotgan Qurbonni asliga ilib keldi. Rahmon itini yetlab kelib ularga salom berdi hamda qo'lidagi qizil tamg'iliq pechatlangan hukumat konvertini Qurbonga tangladi va Qurbanka, bu hujjat Noyidin yezimizga kelgan ekan. Bir nusxasi Yamantur kentiga deb yozilgan konvertni sizlarga olg'ash keldim deb qo'shib qo'ydi. Qurbon konvertni ichib, qatlangan hujjatning bosh qismidagi quruq siyosiy iboralarga bir qur ko'z yugurtib chiqib, yenida tashvishlanib qarab turgan 5 kishiga sizlarmi anglarlar degandek qarab etib, xatni unlik o'qishga boshladi. Noylik partkom tuvandagidek qaror qildi. Abdukerim Hakim viloyatlik siyosiy kengashining muavin raisligiga o'stirildi. Aqto'be yezliq hukumatdagi kadr mutallib Noylik Bo'ziyer o'zlashtirish idorasiga mudirlikqa, Saqchi Akbar Noylik Jihi idorasining bo'lim boshlig'iga tayinlandi. Aqto'be yezda yangidan qurilgan Xanzu atratiga kelib yerlashgan 80 oilik ko'chman dehqonlarning ichidagi 22 nafar peshqadam kommunist a'zolarining bir qismi uzun safarga qatnashgan, bir qismi yer islohida xizmat ko'rsatgan tajribali dehqonlar bo'lib, bularning 4 nafari noylik kambag'al tuvan o'tiri dehqonlar komitetiga, 4 nafari Aqto'be yezliq hukumat partiya yachekisiga, 2 nafari yezliq amallik ishxonasiga, Başlangıç ve toluqsuz otur məktəbdə oxuğan 2 nəfər bolsa, yezliq otur məktəb partiya yachekisiga, yezdə quruldığan Xanzu məktəbinin tayyorlik xizmətləri üçün o'rinlashtirildi. Ondan başqa Aqto'be yezida yangidan qurilgan Xanzu atratining terilg'u, qo'shimcha ishlab chiqarish va qurilish ishlariga yordam berish maqsadida Yamantur kentiga qarashliq tushurgidagi 60 mo qumliq yer hamda Qisir engizga yangidan o'zlashtirilgan 200 mo yer Xanzu atratiga o'tkazib berilsin.
Qisir Еңізідегі dehqonlarning to'xtami bekor qilinib, ularga bo'z yerdan qayta terilg'i yeri hal qilib berilsin. Qurban Nailik Parkom sekretari Xitoyning yer da'vosi haqidagi sud ochilgan kunidagi chiroyini darhol esga oldi. Baş sotçu төлем hükümünü o'qig'anda yenidagi tarjimon orqali anglab turgan Li sekretar o'rnidan chachrab qo'pib, xat degandek ochiq bir kulib qo'yib chiqib ketgan edi. Bu oshkora bulangchilik emasmi? Bizdan 3 elayotamda nima bular? Gap qilmasak bu kelgundilar beshimizga dastigili turadi-ku. Gap qila Qurban, endi iliga Urumchiga arziga boramdi qandaq? Dehqonlar taraf-tarafdan so'rashga boshladi. Yo'q og'inlar, taq chiqib ketimiz. Qurban dong etib qolgan peti nima deyotganini o'zim sezmadi. Ammo G'ini Boturning o'shnisiga miltiqni ortib, otliq nilqi tog'larga ketayotgan qiyofati ko'z oldida namoyon bo'ldi. Abdur haqida yozuvchi Abdul Hakim Boqiy Tabir 1949-yili Urumchida dindor ziyoli Boqi Turdi oilasining 8-farzandi bo'lib tug'ildi. U oliy maktab tarbiyasidan keyin Urumchida til adabiyot o'qituvchisi. Kashlik